Salam ekranındaki qadrli dostlar, Tarım Namaz programması arqılıq yeni sizlər bilan yüz görüşkənlikimdən tulum xoşalman. Mən proqram riyasətçisi Güzade. Şinjan Könek Fan Texnik Çəklik şirkəti Körgü Media işğası tarqatqan Şinjan Saray Yemək-içmək Mülazimət Çəklik şirkəti tacadarlığındakı Tarım Namaz proqramısındakı bugünkü alaylı sanığa yaxında torda tarqalğan Atı Arzusu filmdə Cəsur doktorun rolunu nəhayət vayıq yetkizib alğan görmənlərindəki alqışığa erişkən dostumuz Adılcanı bugünkü proqramımızğa alay təklif qıldıq. Adılcan proqramımızı xoş gəlibsiz. Rəhmət. Salam, ekran aldidagi tomoshabinlar. Tarım Navosi programmasi orqali hammanglar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Ona bo'lsa Adiljon sizning shu Ata Arzusi film orqali nurg'un to'rdoshlar alayda yaxshi ko'rdi. Ko'milib qolgan oltin qaytadan bayqaldi desakmi bo'ldi-chi. Biz sizni qaytadan bayqadik. Endi sizningki o'qish tarixingiz, shu kasbiy hayotingizga nurg'un to'rdoshlar alayda qiziqish mumkin. Sizning o'zingizning og'zingizda bir qisqacha anglab ketamdi. Bo'ldi. Mening yurtim Aqsuv Kelpindan. Men bu yerda cho'ng bo'lgan 2010 yılı Beijing Merkez Tiyatr İnstitutu'nun kino tiyatr aktörlük kasbiga qabul qilindim. 5 yıl o'qib qaytib keldik. O'qish bitirib qaytib kelgandan keyin cho'ng filmlarda, kechiliklarda nurg'un xizmatlarni qildik. Endi turmush sababidan, nurg'un sabablar tufaylidan hozir Aqsuv qaytib keldim. Mush Aqsuvda musha turmush kechirib mevatimiz. Adılcan özünüzü tanıştırıp etken ağzına hoş bulduk. Özünüz şu aktör buluş için qandaq özelliklerini hazırlagan buluş gerek dep qaraysiz. Buldu nayt yaxşı sualdan bir sordunuz. Men bu vaqtda bir qisqacha tushunchimni deb baqay. Men o'ylayman, endi aktyorlik degan bu kasb, shu san'at sohasining eng yuqori pallasi deyishim bo'ladi. Chunki aktyorlikda masalan faqat rol olishlam yo'q. Naqsha usul, usulni bevosita kasbiy usul deb ketmaymiz. Buni harakat, badan mahorati desak bo'ldi. Andan keyin shu do'rash, andan keyin bularda chuqur bo'lish tegishli kasbiy sapa ham psixik sapa chuqur bek yaxshi bo'lish kerak. Bu hamda masalan buni nima deb tushuntirasiz desangiz, bir rol faqat u rolninki tashqi qiyofatini do'rash bilan cheklanib qolmaydi. Masalan, shu obrazningki ichki hissiyoti, uningki ichki hissiyotning kelib chiqishiningki aq ko'rinishi, biz nima sababdan zaten mushta holat kelib qolgan. Har bir ko'z ifodasini tatib, badan ifodasi, chiroy ifodasi hammasini birga akilab, yig'inchoqlab, yug'uralgan chaqda andan bu haqiqiy bir mukammal bir obraz shakllandi. Shunga bu aktyorlik unda osonlam, bundalam o'ynab qo'ygan bir kasb emas. Endi bizmi 5 yil Beijingda kasbiy bilim o'qidik. Masalan, bir kichik bir kartinani biz tahlil qilish uchun tahlil darsimiz borda o chaqda. Bir kichikkina bir ko'rinishni tahlil qilishimiz uchun bir kun, ba'zi chaqlarda 4 soat, 5 soat ashtaq tahlil qilib, zodi nima uchun mushta bo'ldi? Zodi nima uchun ko'ngil yerim bo'ldi? Bu ko'ngilni kim yerim qildi? Bu ko'ngilni yerim qilgan qarshi taraf kim? U nima uchun ko'ngilni yerim qildi? Masalan, ashna savollarni tug'dirib, o'zimiz ichidan ashning obrazning ichiga kirib, singib, ash obrazni o'zimizga aylantirib o'tgan chaqda, biz boshqa bir odamga o'zgargan chaqda, andan bu obraz texmi yo'ruq, texmi mardan olda ro'yobga chiqdi. Shunga bu aktyorlikda hamda o'g'inish tish ishlar bek jiq. Men hozirmi texmi bu aktyorlikni to'liq ichidan vujudiga yetkazib o'ginib bo'lolmadim deb qarayman. Davomli o'ginyapman. Demisimi shu bir rol elish haqiqatan bir odamga nisbatan bir odamni doğrash, masalan, chiroy ifodasining doğrash bu bir oddiy ish bo'lishi mumkin. Masalan, siz hozir meni ma'lum bir yoki kulgan yoki bo'lmasa ochiqlagan chiroy ifodani doğrab berang desangiz, men doğrab bera olishim mumkin. Lekin mush ichki hissiyotni ifodalash, masalan, o'zingiz turib boshqa bir odamning rolini olib, shuning ichki dunyosini yo'rtib berish degan oson narsa emas. Bu masalan psixikalik tarafdagi bilimdan talab qildi. Undan boshqa shu odamning turmushini muayyan darajada tushunish ham shu odamning turmushini ma'lum mazgil besingizdan o'tkazib boqqan bir sezgurashni talab qilib kelish mumkin. Shunga aktyorlikqa nisbatan ham mening tushunchamda nihoyatda ko'p iqtidorli, masalan, naqsh muzikada bo'lamdi yoki rol olishiyat bo'lamdi. Ko'p iqtidor yetildirgan mushundoq odamlar aktyor bo'la oladi deb qarayman. Hozir shu to'r supularininki ko'plab maydon kelish bilan nurg'unlagan to'r cho'lponlar maydon kelyapti. Sizlarniki kasbiy bir artist bo'lish, kasbiy bir aktyor bo'lish sifatinglar bilan mushu to'r cho'lponlarga deydigan qanday yurak so'zinglar, qanday taklifinglar bor? Endi bu vaqtda bir o'zimning tushunchamni o'tirib qo'yay. Bu nihoyat yaxshi savol bo'ldi. Biz endi hozirma taraqqiyotga erishib nurg'un suhbatlar barliq kelyapti. Uningga erishib nurg'un yaxshi asarlarmi
abay siz degandek nurg'un to'rt cho'lponlarmi barliq kelyotidi. Buni yaxshi ahvol. Endi ularni biz cho'qim hurmatlashimiz kerak, ham ularning tirishchiligiga qo'l qo'yamiz. Biroq mening ularga deydigan ikki og'iz bir o'zimning ko'ngil so'zim. Biz mayli qandoq bir asar ishlaylik, biz cho'qim shu asarni ishlagan ekanmiz, shu asarga mas'ul bo'lgan asosda, masalan, shu asar xalqqa yuzlangandan keyin bir 10 odam shuni ko'rsa, onun bir 6'sının ideyasini o'zgartirligidek va yoki shularga ozdir ko'pdir bir tarbiyaviy ahamiyati bo'laligidek yoki shularning bir yurkiga ta'sir qilaligidek bir asarlarni ishlasak, menimcha buning unumi ham yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Endi aktyorlik sohasiga yuzlangan turdagi ba'zi cho'lponlarga, masalan, mening yurak so'zim, hozir biz sharoit to'liq. Masalan, atrofimizda ustozlarimiz bor. Va yoki hozir videolog yoki xat orqali yoziladigan, o'ginadigan nurg'un asarlar, materiallar bor. Shu materiallardan foydalansak bo'ldi. Bak bo'lmasa, atrofimizdagi ustozlarimizni izlab, shulardan azdir ko'pdir bir ta'lim olgan asosda, azroq mush kasbni hurmat qilgan asosda, mush kasbniki halqi qarg'ulachilar mumkin emas, azroq mush kasbni bir tushunib, andan keyin ash kasbning yo'nalishi bo'yicha taraqqiy qilsa, texnik yaxshi asarlarni ishlab xalqimizga sunsa, hammamiz o'rtaq tirishib, yaxshi bir jamiyat holatini barpo qilsak deydigan bir umidim bor. Deymizmi, shu yaxshi ishlangan bir kino, filmlar, adab bir kitobga o'xshaydi deb qarayman. Xuddi biz kitob o'qib bilim olganga o'xshash ma'lum bir filmlarmi bizga tarbiyaviy qimmat yaratishi mumkin. Mushu filmlarning bizga olib keladigan tarbiyaviy ahamiyatiga misol qarsak bo'lmaydi. Oxirida sizniki hozirroq bir shaxsiy turmushingizga kelgan bo'ldik. Siz o'zingizdan yosh, mush san'at sohasida uzun mazgilamiz 10 necha yil bo'libdi siz xizmat qilgani. Mushu san'at sohasidagi xizmatingizni tashlab qo'ymay, yana bir tarafdan tijoratda nurg'un yaxshi natijalarni qo'lga keltirib, yaxshi bir egalik tikligichi, yaxshi bir korxonchi bo'lib kelyapsiz. Hamda mush ishkil sanoat jafoliq bir jarayonda tijorat qilishqimi odamning nurg'un zehni quvvat ketadi. Bir rol elib artist bo'lish uchun buningga nurg'un vaqt, zehni talab qiladigan ish. Ammo ishkil ishni yaxshi hep mengisingizda sizga turtki bo'layotgan omil nima? Yani bu vaqtda so'zlasam, shu yangi oliy maktab bo'lgan vaqtimdan boshlangan bu ishim endi. Men mush aktyorlik, kino degan narsani tushunishga boshlagan vaqtimda, buni ichiga kirib, haqiqiy tushungan vaqtimda bu kino, bu kasb boshqa bir sohalarga qaraganda iqtisodni bekroq talab qiladigan. Masalan, pul bo'lmasa, bu kasbda taraqqiy qilib bo'lmaydigan, o'zimizga mablag' sog'ilib bo'lmaydigan bir alohida kasb ekanligini his qilgan. Shu vaqtdan boshlab mening ideyamda men bir tarafdan maktabda kasbimni yaxshi o'qay, yana bir tarafdan men tirishib pul topay. Men bu ikki yo'lni ching tutib mansam, keyin mush kasbga mablag' solib, o'zimni texnik taraqqiy qildirish kuchim bor bo'ldi ekan, fursatlar ko'p bo'ldi ekan degan ideya bo'lgan bo'g'ashqa, men oliy maktabning 2-yilidan boshlab tijoratni boshlagan. Endi keyin ba'zi sabablar tufaylidan endi Aqsuga qaytib kelib, hozir Aqsuda tijorat o'rnimiz mushada. Endi birisi shu o'z kasbim uchun o'zim tirishib pul tepib, o'zim mablag' solib, texnik yaxshi asarlarni ishlash uchun. Ham o'ngdimi bu vaqtda tayyorliklarimiz bor, ham davomli tayyorlik qilyapmiz. Pat arada yaxshi asarlarimiz xalq bilan yuz ko'rishdi. Yana birisi endi hammamizda turmush bor. Pul bo'lmasa hozir nurg'un ishlar ko'ngillikda bo'lmaganlik uchun tirishib, turmush uchun, yaxshi yashash uchun tirishyapmiz. Oldu deymizmi, biz yoshlarniki besimiz haqiqatan az emas, endi o'zimizning bir go'zal arzusini ishga oshirish uchunmi buning iqtisod ketadi. Iqtisod bo'lsa, balkim shu arzu armonlarimizni ishga oshirish jarayonimiz sal qisqarishi mumkin deb o'ylayman. Shunga sizniki tijorat ishlaringiz bo'lamdi yoki san'at jihatdagi kasbiy hayotingiz bo'lamdi, texnik zo'r utuqlar yor bo'lsin. Ansam sizniki shu naqshet tarafdimi nəhayət zor alaylıqınız var ki, hamda. Şuna proqramımızı balki özünüz yaxşı görən bir naqşlarınızı öpkəgən bilişiniz mümkün. Oldu. Mən şu Ata Arzusu filmində hamda mənə bək təsir qılğan bir naqşı var ki, bunu xalqım bək yaxşı görüb anladı, bu naqşımı kən tarqalğan. Şu münasibətlə mən şu özüm ən yaxtırdığan şu Ata Arzusu filmindəki naqşımı tamaşa qılaq soğuqlay. Rəhmət.
bergeymu Gözüm tolgan bilen yaşka Gözüm tolgan bilen yaşka Yenip kelgeymu ketkenler Beşim urgan bilen taşka Beşim urgan bilen taşka Yenip kelgeymi ketkenler Beşim urgan bilen taşka Beşim urgan bilen taşka Gülse kümül külmey Hayat başka, yaşaş başka Nime demeydu her kimle Elim kelmegice başka Hayatta her nefes nimmet Umtetirleri hikmet Ömür şirin üter daim Ana et bulsa sana hem Suyupsilen yaşaşka İnaklık gevheri kaldı Jigit kızbamı asraşka İnaklık gevheri kaldı Jigit kızbamı asraşka Perindaş bamı asraşka Adılcan naqşlarınızı anlap ötdük. Hakikaten avazınız şunda yaxşı. Naqşı orundaşıyatımı. Hakikaten iqtidarınız barka. İqtidarınızga yana bir qatam qaylı boldum. Bunun keyingi kasbiy hayatınız texmi güzel, texmi parlaq bolsun. Belki ekran aldagi dostlarım sizin naqşlarınızı yoqtirib anladı sizinki aktyor rol elishayatlar emas, naqşı orundaşıyatım artistliğiniz barligi. Ben to'g'ri sayin bir qatam tilib yetdi. Vaqt munosib bilan programmamizniki dostlarım axırlış aldı turibdi. Adılcan sizga rahmat vaqt chiqarib shu programmamizga qatnashib berdingiz. Ham o'zingiz ahsul bo'lganki, bo'lgandan programmamizga texnik ko'p vaqtingizni chiqarib ko'proq yaxshi asarlaringizni, yaxshi taklif fikrlaringizni berishingizni umid qilamiz. Ekran oldidagi do'stlarimga rahmat aytamiz, chunki sizlar vaqt chiqarib shu programmamizni ko'ryapsizlar, yoqtiryapsizlar. Sizlarga rahmat. Undaq bo'lsa Adiljon ekran orqali do'stlarga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Tarım Navası programımızın Aksu diyarımızda surat elini anlap şunçilik hoş buldum. Mübarek bolsun. Yana şunun bilan birga Tarım Navası programımızını ro'yobga chiqargan, shundaqla jaboliq xizmat qilayotgan barliq ish xizmatchilarga men chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat Adiljon, rahmat. Biz shu programma orqali texmo zo'r, texmo ko'p san'at asarlarini, san'atkorlarni, san'at ijodiyatlarini tanishtirsak degan arzu umidlar bilan shu programmani yo'l qo'ydik. Sizlarnikimi qo'llashinglardan ayrilmaymiz. Şinjan Ko'nak fan texnik cheklanish shirkati ko'rgan media ijtimoiy tarqatgan Şinjan Saray yemek-ichmak mulozimat cheklanish shirkati tajribalarlikdagi Tarım Navası programmamizdagi bu soni vaqt munosib bilan daxllashdi. Sizlarga san ko'rchaylik. Xayr xo'sh.